Yana chuvol mashina haydagan ketyapsanmi? Kaltimni bir joyga pravan olib qo'ygan esingdan chiqdimi? Onajon. Ozgina haydasam hech narsa qilmaydi. Ko'p ichmaganman. Ko'chani boshigacha chiqaman u qaytaman. Ma'lum bo'lishicha, Dehqonobod tumanida haydovchilik huquqidan mahrum etilgan shaxs transport vositasini takroran mast holda boshqardi. Bo'ldi ichganman, bo'ldi. Mana bo'ldi ichganman, bo'ldi, kerak emas. Ichganman, mana ichganman. Aniqlanishicha, 2025-yil fevral oyida Dehqonobod tumanida yashovchi fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan Nexia rusumli mashinani mast holda boshqaradi. Bu holat yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan aniqlanib, erkakka nisbatan qonuniy chora ko'riladi. Huquqbuzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlangan. Shuningdek, haydovchi 1 yil va 6 oy muddatga avtomashina boshqarish huquqidan mahrum qilingandi. Ammo bu choralar kamlik qilgan ko'rinadi. U yana spirtli ichimlik iste'mol qilib, avtomashina boshqarib, o'zi va o'zgalarning hayotini xatarda qoldirdi. Fuqaro o'zining bu kabi harakatlaridan ijobiy xulosa chiqarmasdan salbiy harakatlarni davom ettirib, 2025-yil 15-may kuni Dehqonobod tumani hududida o'zining boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli transport vositasini takroran mast holatida boshqarganligi holati yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan aniqlanib, belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Mas'ullarning qo'shimcha qilishicha, 2 marta mast holda mashina boshqargan erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari o'tkazilmoqda. Shu o'rinda ayrim qo'shtirnoq ichidagi haydovchilarga murojaatimiz yuqoridagi kabi tavakkalchilikning oqibati ayanchli yakun topishi mumkin edi. Shunday ekan, spirtli ichimlik iste'mol qilmang. Iste'mol qildingizmi, rul boshqaruvidan uzoqroq turing.